Voy, bu nimasi? Nega tanam bunchalar og'riyapti? Jan ursin, qayerdaman o'zi? Nega bu yerdaman? Nima, bu o'rmonmi? Menga nima bo'ldi? Yo, tushunmayapman. Sen deyarli o'lgansan. Nima, yanami? Bu parallel olam. Parallel olamdagi imkoniyat. Birinchi qism. Bir necha kunlar avvalgi voqea shundan boshlangandi. Do'stlar, yaxshi keldinglarmi? Bu yerlar juda chiroyli ekan. Uyingni topguncha 3 marta qo'shni uyga kirib chiqdik o'zi ham. To'g'ri, boy mehmon emasmiz, lekin o'rindiq olib kelsa yaxshi bo'lamidi? Ha, albatta, yaxshi eslatding. Ertaga sotib olaman. Buncha noshkursan, Felix. Hammasi yaxshi-ku. Mayli, hech narsa demadim. Jim o'tiraman. Bo'pti, qani kesinglar bir kelib topsizlar, qani olib o'tiringlar, tagida qoldirmanglar. One eternity later. Mayli, yaxshi qol, ko'rishguncha. Yaxshi qol, yana biror kun kelarmiz. Xayr. Mayli. Do'stlarimni ham kuzatib oldim. Endi ertaga ertalab turib magazinga chiqib kelishim kerak. Yaqinda maktab ham boshlanadi. Maktabga bormayman-ku. Mayli, ertaga nimadir qilarmiz. Xonamga ham kirmaganimga ancha bo'ldi. Oppa, mana haqiqiy manzara. Shahrimiz ancha tinch. Xo'sh do'stlar, boshqa shaharga ko'chib ketamanmi deymanda. Hozir uxlamasam aniq aqldan ozaman. Biz ertaga vobshe katta ishlar kutyapti. Hammaga xayrli tun. Goodbye. Xayrli kun hammaga. Hop, mashqlarni qolamiz. Sovutgichda limon bormi ekan? Bir maza qilib ichay. Rostini aytsam, kecha rosa charchabman. Anchadan beri odat bo'lib qolgan. Limonad bilan kunni boshlamasam o'zimga kela olmayman. Va nihoyat tayyor bo'ldi. Endi do'stlar, qaramay turamiz. Xo'sh, ana bo'ldik. Endi shaharga chiqamiz. Balki birorta ish topar mana. Bugun havo juda yaxshi ekan. Lekin bugun nimadir bo'ladiganga o'xshayapti. Bizga yangilik gazetasini tashab ketishibdi. Ataylab ismlarimgacha yozib tashab ketishibdi. Qani o'qib yuramiz. Qadimiy o'rindiqlar 20% chegirmada. Yangi do'kon. Demak, yangi do'konga borib ko'ramiz ayni muddo. Juda ham ajoyib, eski dizayndagi mebellarni yoqtirardim o'zi. Eski o'rindiqlar 20% chegirma. Juda ham to'g'ri topib kelibman. Menga arzonroq qilib bermasangiz bo'lmaydi. 5 kilometrda piyoda keldim. Unaqasi bo'lmaydi aka endi. Nimaga bo'lmaydi? Aholining shu tagiga ham qaranglar-da, yangi ochilibsizlar. Trendi qilsanglar bo'lmaydimi? Stop, bu kamerami? Salom hammaga. Aka baribir ham tushirib bermadi. Odam emas ekan so'zi ham. Mayli, men narxlarga qarab chiqanim. $20. Mana bu stol cho'ta menga yoqyapti. Shuni olsam kerak. Xo'p, mayli. Mana bu yerga $20 qo'yib qo'yaman. Va siz bilan ratchotmiz aka. Mayli, yaxshilikka buyursang, kelib turing. Mayli, kattakon rahmat. $20 berganimdan keyin yaxshilikka buyuradida endi. Yaxshi, stolni ham uyga olib kelganimcha juda qorong'ich bo'pti-yu. Uyda yolg'iz o'tirgandan ko'ra do'stlarim oldiga boraman. Balki ular bilan qiziqroq narsa qilarmiz. Va nihoyat bitta stolga erishdik. Endi ketsam ham bo'laveradi. Ish qilib ular uyda bo'lsin-da, bekorga borib kelgan bo'lib qolmay. U juda ko'p qon yo'qotgan. Uni saqlab qola olmaymiz. Jan ursin, qayerdaman o'zi? Sen deyarli o'lgansan. Obunachilar, agar video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Sizlarning podдержкалар keyingi qism uchun motivatsiya bo'ladi.